Xodimni dastlabki sinov muddati bilan ishga qabul qilish qonuniymi? O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksining 129-moddasiga muvofiq xodimni dastlabki sinov muddati bilan ishga qabul qilish mehnat shartnomasida shartlashilgan bo'lishi belgilab qo'yilgan. Ya'ni mehnat shartnomasida xodimni dastlabki sinov muddati bilan ishga qabul qilish shartlari va tartibi aniq belgilangan bo'lishi kerak. Agarda mehnat shartnomasida bu narsa shartlashilmagan bo'lsa, xodim dastlabki sinov muddatsiz ishga qabul qilingan hisoblanadi. Shuningdek, mehnat kodeksi bo'yicha dastlabki sinov muddati 3 oydan ortiq bo'lishi mumkin emasligi nazarda tutilgan. Bundan faqatgina tashkilot rahbarlari, o'rinbosarlari, bosh buxgalter va bo'linma rahbarlari uchun 6 oy etib belgilangan. Boshqa holatlarda 3 oy nazarda tutilgan. Shuningdek, ushbu dastlabki sinov muddatida xodim mehnat shartnomasida shartlashilgan vazifalarni bajarish uchun qoniqarsiz deb topiladigan bo'lsa va xodimni yuklatilgan vazifalarni bajarishga nomunosib deb topilgan taqdirda, buni asoslarini aniq keltirilgan holatlarda mehnat shartnomasini sinov muddati davrida bekor qilinishi mumkin. Sinov muddati davrida mehnat shartnomasini bekor qilish bo'yicha taraflar bir-birini 3 kun oldin ogohlantirgan bo'lishi shart. Boshqa holatlarda, masalan, dastlabki sinov muddati o'tib ketgan holatlarda mehnat shartnomasini bekor qilish umumiy tartibda amalga oshiriladi.